Bu yoqqa kel. Labbi. Assalomu alaykum. Labbi. Sen hali menga xiyonat qilib yurganmiding, ha? Jumali muzokaraga nimalar deyapsiz? O'zingni jinnilikka solma. Isbotlab bersam, uydan chiqib ketishingga to'g'ri keladi. To'g'risini ayt. O'ylab gapiryapsizmi? To'g'risini ayt dedim senga. Hey, nima bo'ldi? Nega kelmasdan o'dag'aylaysan? Tinchlikmi? Siz topgan qiz menga xiyonat qilyapti. Ey, Oyijon, o'ylab gapirgin. Hey, uydan eshikka chiqmasa qanaqa senga xiyonat qiladi? Ishonmaysizmi? Ishonmayman. Menda isboti bor, mana. Zokir aka, men sizga Mana. xiyonat qilmaganman. Mana qarang. Tanishuv saytida yuribdi. Mana rasmlari, mana. Men emasman, bu qarang, bu montaj bo'lishi mumkin-ku, men emasman. Mana telefon raqami ham bor. Oyijon, rostini aytyapman. Men bunaqa ishlar qilmayman. Men hech kim bilan tanishmaganman. O'g'lingizga, oilamga umuman xiyonat qilmaganman, iltimos. Mana aldama. Yig'ishtir bu karam sho'ralaring. Lash-ushingni yig'ishtir. Uydan ket. Oyijon, hech bo'lmasa siz ishoning. Shaymanda, siz hali shunaqamisiz? Oyijon, siz ham ishonyapsizmi hozir? Ko'rdim-ku. Oyi, bo'ldi. Buni gapiga boshqa ishonmaymiz, oyi. Buni uydan haydayman. Men xiyonat qilmaganman. Chiq. Iltimos. Chiq uydan dedim. Oyi, bo'ldi. Ishonmayman bunga boshqa. Hali shunaqamisiz siz? Oyijon, men Yo'qol dedim senga. Oyijon, iltimos. Chiq uydan. Hech bo'lmasa siz ishoning menga. Yo'q. Zokir aka, oyijon. Oyi. Kim bo'l? Iltimos. Qaytib kelma bu uyga, tushundingmi? Oyijon.